hadeb so'roq qilib kelardi. Yosh bolalarni ham qo'rqitib, "Ana qilaman, mana qilaman" deb xonadonda katta odamlar yig'ilib bari yosh bolalar edi. Xudo adashtirmay tursa-ki, Xudo xohlasa o'tkazib beramiz. Albatta, razborchilar bilan kelib qo'rqitishib, $17,000 sizlarga o'tdi. $13,000 beriladigan bo'lyapti. hozir xodimlar boradi dedi. Xodimlari keldi, lekin qo'lidan hech narsa kelgani yo'q xodimlarni deyapti. Shu bir hafta 10 kun ichida sotib berib shunday pullar olib kelib qolgan pulni razisasini beramiz. Ish ashunday yopalacha qolib ketdi. Qayerga murojaat qilsak, ishingiz ko'rilib chiqib bo'ldi. Bekorga aytmaydi ekan, kambag'alga tuyaning ustida it qopiydi deb. Bizni pasportimizni ham olib bermadi mana. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bizning murojaatimiz bor edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga Andijon shahar Rimskiy ko'chasidan Makro degan magazin tepasidan 4-etajdan dom sotib oldik. $17,000 sizlarga o'tdi. $13,000 beriladigan bo'lyapti. Bu qiz beradi $13,000 Endi adek Makroda oldik domini sotib olamiz. Xudo xohlasa shu bir hafta 10 kun ichida sotib berib shunday pullar olib kelib qolgan pulni razisasini beramiz. Shuni o'tkazib oladi bu qiz. Hozir ular bizni aldab anaqasini onda beraman deb aldab yuribdi. Boshqa bank orqali kredit olamiz deb kredit olishimiz maqsadida meni pasportimni, xo'jayinimni pasportlarini olib, pasportlarimizni ham bank rahbari so'rayapti deb olib, rosa bormasdan bank xodimiga pasportlarimizni bermasdan biz pasportlarimizni ham olib qo'yib, zo'rg'a yalinib yurib xo'jayinim pasportini olganman, o'zimni pasportimni ololmaganman. O'zimga pasport zarur bo'lib qolib, o'zim shtraflarini to'lab, o'zim pasportimni olib tikkaladim. Bu jiyanim ko'chada qoldi. Ko'chada qolib, 4 nafar farzandi bilan bank orqali boshqa uyga ko'chiramiz deb boshqa uyga ko'chirib, krediti bor, kreditni oyma-oy to'lab yurasiz, bo'pti bizga naqd pul bermaysiz. Bank xodimi menga pul berishni o'rniga mana shu domni sizga beramiz deb berib, yolg'onliklari bilan uyda aldov bilan olib chiqib qo'yib boshqa domga. 2 kundan keyin bankdan xodimlar kelib, bu uyda bir so'm pul to'lanmagan, kredit anaqasida 50 ming qancha ham to'labsiz, keyin o'tirasiz uyda deb jiyanimni nima qilishib, boshqa uyga ham yana uydan ham aldanib qildi. Hozir endi kvartirada o'tiribdi. 4 nafar farzandi bilan hozir qondan yetkazsa, kvartiraga yetkazolmayapti, kvartiraga yetishsa, bolalarni ustiga yetkazolmayapti. Xullas kalom, O'zbekiston Bosh prokuraturasidan yordam so'rab, yana qaytadan so'rayapmiz. Iltimos yordam bersinglarni. Siz turib agentingizni o'tkazib bersangiz, sizga ishonyapmiz deyapti. Ertaga deyapti, o'tkazib bermay yo bo'layolmasin degan sizni ona olib keldim, sizni oldingizda shuni bir gapirib anaqib berib, xudo xohlasa non bo'lsanglar, mana ona o'tiribdi, o'g'lim o'tiribdi. Allohga yo'q. Xudo xohlasa adashtirmasa-ki, yo birovni haqqini yemadi shu yoshga to'g'ri. Shunday libos vaqti o'tkazib ber desa, shunday o'tkazib beramiz. Xudo xohlasa. Qilamiz. U ham harakat qilsin. O'tiraversa ham bo'lmaydi. Endi bular aytayotgan sababi ona ertaga misol 24 ming pul qolibdi. Mana Andijonda ishlaydigan odamimiz yo'q aka. Siz bilan ancha-muncha bir onangiz bilan o'zingiz bilan gaplashdik deyishyapti. Sol aka nima qilyapti? Yaxshi so'rab olmoq qog'ozdan ko'rachi. Uni ham u qizni ham ko'yi to'g'ri turadi, bizga ham anaqa bo'ladi. Nima desa qilib beraveramiz hozir. Xudo adashtirmay tursa-ki, Xudo xohlasa o'tkazib beramiz. 64 mingga dogovor qilingan 3 xonali kvartira. Oldindan $40,000 berganmiz. U o'zi ayami nomida deb ayasi bilan kelgan, Shukurullo aka. U kelgan bilsak, ayasini ham nomida emas, boshqa odamni nomida tekshirtirsak, boshqa odamni nomidaligini bilib, biz Alloh ekanligimizni bilib turib, keyin qolgan 24 ni bermadik biz. Haqiqatdan 3 oyda davomida 24 ni ham beramiz deb shartnoma qilingan. Aldanganimizni bilib turib bermadik. Keyin bermaganimizdan keyin oradan 2 kun o'tib ham, 3 kun o'tib ham 20 ber, 10 ber deb kelaverdi hadeb. Jiyanimni uyiga to'lovni qil deb, hisob qilib pulni ber deb hadeb so'roq qilib kelaverdi. Yosh bolalarni ham qo'rqitib, ana qilaman, mana qilaman deb xonadonda katta odamlar yig'ilib bari yosh bolalar edi. Yosh bolalar tashlab ishga ketgan edik. Yosh bolalarni ham qo'rqitib, ashuna qildi, ayangga to'lovlar qil, ayang to'lov qilmasa senlarni oq qilaman, ko'p qilaman deb bolalarni ham qo'rqitdi uning orasida. Shirakayf bo'lib, oyog'ida turolmaydigan mos bo'lib, albatta razborchilar bilan kelib qo'rqitishib,
boshqa qilib bolalar endi biz birozikki yig'ilishmabsan dedi mashinani deb ular birozikini bilmaydi deyapti bolalar go'daylar barisi. Biz asli 40 ming bergan bo'yimizcha keyin senlarni biz mana meni xonadonimga yashaganingga 10 mingni men olib qolaman 30 mingni qaytarib beraman dedi. Unga ham ko'ndik, ha bo'pti dedik. Keyin boshqa kvartiraga olib o'tib qo'ydi. To'lovini nima deydi, kredit orqali to'lov qilasan 3 oy davomida shunaqa qilib oyma-oy naqd pul berolmaysan ekan bo'pti. Naqd pul berolmaysan, oyma-oy to'lovini qilaverasan deb aldov-kisovda biz umuman aldayotganini bilmaganmiz. Keyin 18da bo'pti deb yangi uyga ko'chdik. Yangi uyga ko'chgandan keyin 18 fevralda ko'chdik. 21 fevralda bankdan xodimlar keldi 4 kishi 5 kishi. Mana shunaqa desa kimsizlar deb anaqa qilib maqsad biz bankdanmiz. Bu uyda bir so'm to'lov qilinmagan hali. 50 qancha mingdan qarzdorligi bor. Ashuni to'lanadi, keyin o'tiladi. Bu uyda o'tiriladi. Bu davlat anaqasiga o'tib bo'lgan, hisobiga o'tib bo'lgan deyilgan. Ashada biz haqiqatdan aldanganimizni bildik. Yana bir marta aldanganimizni bildik. Unda ham bank xodimiga ham Shukrulloga ham aldanganimizni bildik. Albatta borda. Mana meni sinini shu jiyanini bolalari bilan kelib Shukrullo ismli yashu uy egasiman degan odam kelib to'polonlar qilib mana video anaqalari ham bor, zapislari ham bor. Ben tulamazsam nimaga qilinglar? Nimaga kapsizlar qilinglar? Olagan siz men bir urushayapsan. Beni ıslatırken kaldıklar. Bu bizim yemesi kitap böyle. Men aytganman. Bunga ishonch yo'q deganman. Men ishonmayman deganman. Sizlar aytgansizlar, biz mashinada odammiz, hamma yo'qda biz qilamiz, biz undirib olamiz deb. Biz to'latib olamiz deb. Yo'q meni. Ashunaqa qilgan ashunaqa deb bordim deb. To'yga borganda, mana borganda. Hamma yo'qda bitta chiqyapti hammasi. Kim yolg'on gapirib, kim nima qilyapti? Kelyapti. Erakni ham qo'shib ketyapti. Shunaqa erkaklardan erkak xotin kishi erkak baxtidan chiqib kelgan xotin kishini orqasida keyin orqasiga qo'yib sayrama. Hozir. Askar bilan ko'ryapmiz. Meni qamardaligimni bilsizmi? Kelmanglar. Shamamni jala. O'zing jala. Kelmanglar. Chef. Boshqa shart bermadi. Men ham seni ustingdan yozib qolaman, boshimga bir narsa kelsa yo'lmas, bolalarimga bir narsa bo'lsin. Bu boshim men buni o'zim bilan bolalarimga bir narsa bo'lsa, doimiy shunga ularni o'xshatib kelib, ana bu qo'yda gigiga. Meni isfatligimni qadaklar. Mana zapislarni ham eshitdinglar. Bunaqa urush janjallar bilan o'tirdi. Hadida o'tiradi, yegan ichganini tatimaydi, qayerga yeyotganini, nima yeb, nima ichayotganlarini ham bilmaydi. Eshik taqillashish bilan yana kimdan keldi, yana kim keldi, yana ashlar keldimikin deb hadida o'tiradigan bo'lib qoldi. O'zini naqd puliga ham uy sotib olib, dadilimda yayrab, tantanaga yayrab o'tirmayapti. Shu mahalda kelib to'polon qilgan mahalda 102 qildik, 102 hozir xodimlar boradi dedi, xodimlari keldi, lekin qo'lidan hech narsa kelgani yo'q xodimlarini ham.
ish ashunday yapalacha qolib ketdi. Qayerga murojaat qilsak, ishingiz ko'rilib chiqib bo'ldi. Noqonuniy ekan deb qog'ozni yopib qo'yishardi, deylani yopib qo'yishardi, Kelib bolalarini mana qilaman deb cho'chishyapti. Nima qilib yashashni ham, nima kun ko'rishni ham, qayerga borishni ham bilmay qoldi. Pruznikka ham qildi, prokuraturaga ham bordi, UDlarga ham bordi. Bormagan teshigi qolmadi. Mana zapislarini ham qo'yib berdim, eshitdinglar. Bema'nidan kelib haqoratlar qilib, shu bank xodimini Gulxumorni ukasi kelib, uyni bostirib kirib, yerdan bolalarni metrkasini olib, buni ash mahalda eri kelgan mahal edi. Yerda puli bor edi. Pullarni ham olib chiqib ketdi. Sumkasi ham yo'q, pullari ham yo'q, bolalari metrkalari ham yo'q. Bolalariga metrkalar maktab mahaliga kelib qolib, bolalariga o'zi pul sarflab boshqatdan metrkalar oldi. Mana shuncha rasxodga tushib turibdi. O'zi bekorga aytmaydi ekan, kambag'alga tuyani ustida it qopiydi deb. Har taraflama qopiyapti. Bank xodimi ham qopiyapti. Bu Shukrullo ham qopiyapti. Bizni pasportimizni ham olib bermadi. Mana aytib o'tdim, pasportlarimizni ham. Meni xo'jayinim salkam 1 yil olib yurdi. Aka, mana shu ish hali bo'lsa o'zim rozi qilaman. Aka, mana shu ish hali bo'lsa o'zim rozi qilaman deb 1 so'm pul bergani yo'q. Mana xo'jayinimga ham shu mahalda 1 yil Rossiyaga ketganda mana pul ishlab kelardi shu xo'jayinimdan. Meni ham aldab yurdi, ishdan qo'yib, o'zim ishxonamni ishlayotgan joyimdan pasportimni olib ketgan. Xo'jayinim pasportini mahallamizga borib, Shukrulloga mashinasida Matizda bor edi shu mahalla. Matizda borib, ishlayotgan joydan olib kelgan pasportlarini ham. Yo'q, zo'rg'a orqasidan ko'tidan quvib yurib, xo'jayinim pasportini oldim. Men urushib yurib, men pasportimni berganim o'zim shtraflarini to'lab, o'zim qaytadan pasportimni tikkaladim. O'zimga pasport kerak bo'lib qolib. Bu ishga kirsak ham yopildi deyilyapti, bu ishga kirsak ham yopildi deyilyapti. Mana internetlarda ko'ryapmiz, boshqalarda ko'ryapmiz. Bu ham to'rtta bolasi bilan qayerga boradi? Bu ham ko'prikdan shu jaladan tashasimi? Bu ham to'rtta bolasi bilan yashashga kun qolmayapti bularni dastidan. Bankda shu oldingi qarzdorligini Gulxumor opa to'lab beradi. Mana shu kunga undan keyingi mana shu kunga 00. Mana shu kunga siz 00 olasiz. Buni bu yoqda qarz sizniki. Buni bu yoqda qarz meniki. U o'tkazayotganda notariusda 6 oyligini oramizdagi $10,000 liginaqa qilib to'lanib o'tadi. Buni notariusga borib, mana shu kunga doir qarzini u qiz to'lab beradi. Bu qiz to'lab beradi. U yoqda qarz sizniki. Uni u yoqda qarz meniki, uni ham mana shu razницani olib to'layman-da. Shukrullo bersa to'layman. Shunda Shukrulloga bersa to'layman-da. 13 ming bersak, sizlar shu kunga doirgi nimani qarzdorlikni yopib berishadi. 13 ming qarzdorlikni yopib berishadi. Undan keyingi siz bilan men oramizdagi razницani siz bersangiz, keyingi 6 oyligi to'lanadi-da. Ash payt xullas siz Gulxumor opa berishlar kerak, chunki endi mana hozir bu uyda kelishdik. Misol mana bu qiz bilan mana bo'mbo'sh edi bu yerlar olib keldik, jihozladingiz. Bitta endi qoladigan gap bu qizda qolyapti. Chunki men bu yerga shu nomimga o'tkazmasdan faqatgina yozdi chizdi tilxat bilan, video syomka bilan bu yoqqa ko'chib o'tyapman-da. Ko'chib o'tyapman. O'zi hamma yo'l video syomka bilan kelyapsiz. Hamma o'zi bunaqa videolardan ko'payib ham ketdi. Xo'jayinlar duo qiling, shu 60 mingga sotdim, mas qizga to'g'ri 60 mingga sotdik deb turib, xudo xolasa hammani xursand bo'lib yechimlar bilan chiqib ketsa, $10,000 shu hech bo'lmasa 6 oylik to'lab beramiz deyapti. Hozir nechamiz? Mesela qo'lini. Qachga yaqinlagan odamimiz. Keyingi Çok